Assalomu alaykum gruppadoshlar. 2026-yil 4-avgust sanasiga gruppadoshlar avatar uzumining mevalari mana ko'rib turibsizlar. Setkada yaxshi ko'rinmayapti, lekin biroq mana holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bu avatar uzumlarimiz 2025-yilda mana shu joydan payvand bo'lgan va hozirda bu yilga kelib 2026-yilga 1 yildan so'ng mevalar nishonalari bular, xudo xolasa. Hop, mana shu avatar uzumini ko'chatidan kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'chati yoki qalamchalari bor gruppadoshlar, murojaat qilaverasizlar. Hozir bu ko'chatlarimizni ham ko'rsatib o'taman. Gruppadoshlar mana 4-avgust sanasida ko'rsatib o'taman degan ko'chatlarim. Hop. Bular avatar. Mana shunday ta'mirlatish ishlarini olib borganmiz. Hozir rosa shunaqa mavsum. Endi mana shu ko'chatlarimizni balandligiga keladigan bo'lsak, 4,5 metr, 5 metr novda surgan. Mana shu avatar ko'chatlarimiz xudo xolasa noyabrda iqlim kelishiga qarab sotuvga chiqadi. Ko'chat kerak degan insonlar uchun murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 91 186 89 00. Shu bilan birgalikda mana yana bitta narsa gruppadoshlar. Erta bahorda payvand qilingan yana bitta payvand natijamiz 2026-yil payvand qilingan. Bu uzumimizning nomi Prima Ukraina. Xudo xolasa 2026-yilga natijalarimiz shundan iboratki 5,5 metr novda surib 2026-yil payvand qilingan narsa. Bundan tashqari mana shunday yon shox deydi, yon novdalari 11 dona mana shunday ko'chat bergan biz uchun. Ularni tayyorlab qo'ydik. Hozirda duo qilib tursalarning noyabr oyida bo'lgan ko'chatlardan bo'ladi. Prima Ukraina sortlarimiz mana hozirga mevalari, nishona hosillar bor 4-avgust sanasida. Nega bitta ikkita, lekin novdalari 2 metrdan oshgan. Qo'ltiq shoxini o'zi. Bu ham xudo xolasa muskattamlik, o'ta xonadonbop uzum. Nomi Prima Ukraina. Mana shu bitta erta bahorgi qalamchamizning natijasida 11 dona ko'chat beradi biz uchun. Bundan tashqari qalamchalari bo'ladi. Endi shu yerda yana bitta narsa ko'rsatib o'taman hozir sizlarga. Gruppadoshlar, meni 3 yildan o'tdi boshlagan ishim, dehqonchilikka qiziqishimga asosiy sabab biogo'mir sohasi bilan shug'ullanaman. Mana shu yerda 3 yildan buyon uyimda, tomorqamda kerakli bo'lgan dehqonchilik, unumdor yerlarga kerakli bo'lgan tabiiy, sof, organik biogo'mir ishlari bilan shug'ullanib tayyorlab kelaman. Mana shu yer meni bioreaktorim hisoblanadi. Mana shu yerda o'zimning ehtiyojim uchun yoki shu gruppamiz a'zolari uchun haqiqiy sof Kaliforniya o'lchamlari yegan biogo'mirlarni ishlab chiqarib 0,4 sutkada ilib va bularni laboratoriya tashxislardan o'tkazib kerakli insonlarga yetkazib beraman. Dastavka xizmatlarim bor, faqat viloyatimiz, tumanimiz bo'ylab boshqa yerlar kelishilgan holda bo'ladi. Mana Kaliforniya o'lchamlari mana shunday tartibda boqiladi. Bular Kaliforniya o'lchamlari juda tez ko'payuvchi narsa bo'lib, mana zilchiliklarni ko'rib turibsizlar. Go'ng yoki xazon, barg shunga o'xshagan narsalarni iste'mol qilib bizga tabiiy, sof, organik biogo'mir narsasini ozuqasini yetkazib beradi. Shu ishlarim bilan mana shu yerda qiziqishim ortib, uzumchilikka qiziqdim. Payvand qilishni o'rganyapmiz, ustozlarimizdan maslahatlashib. Mana bu yerda mana bunday kivi ko'chatlarni yetishtirilyapti. Mana shu yerda 2026-yil bahorda qalamchalardan tayyorlagan ko'chatlarimiz. Bular bunaqa katta emas, 1 sotik oshiqroq, 1,5 sotik joyda ko'chat tayyorlaganmiz. Bularni endi ipga olish jarayoni o'tkazilyapti. Lekin shunga qaramasdan surxlari pishishga kelib qoldi. O'zi mana ko'rinib turibdi. Bo'ylari 2,40 2,5 metrdan o'tgan bahorgi qalamchalar.
Bular hozirda bir-biriga kirishgan holatda turibdi. Kimgadir uzum ko'chatni kerak bo'ladigan bo'lsa, avatar, hop, manicure finger va boshqa yangi navlarda joker, belloy lady sanasa sanog'i juda ko'p. Yangi navlarga qiziqqan insonlar bo'lsa ham qalamchalarimiz bor. Hozirda tayyorlanayotgan mana shunday manicure finger, avatar, belloy, roza uzum ko'chatlarimizdan bor. Mana bu tomonlar ipga olinyapti. Mana bu yerlarda ko'chatlar tayyorlanyapti. Eng qizig'i mevalari ham bor erta bahorgi ko'chatlarda. Mana 2026-yil bahorda qilingan qalamchalarimiz va bular manicure finger sortlari 4-avgust sanasida. Erta bahorgi qalamchalarda juda ko'p qismida mana shunday mevalari ham bu yilda o'ziga hosillari bor. Kerak insonlar telefon nomerlarimizni ekranga yozib qo'yishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam eslab qolaman degan insonlar uchun 91 186 89 00. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Oqtosh shaharchasida. Xudo xolasa noyabr oyiga uzum ko'chatlarni zakazlarni olishni boshlaymiz. Murojaat qilaverasizlar. Barchaga rahmat. Kimgadir video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, duo qilib qo'llab tursalaring xursand bo'lamiz. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'taman. Dehqonchilikka qiziqadigan, poliz ekinlariga qiziqadigan insonlar bo'lsa, inson o'z ehtiyoji uchun katta bo'lmagan taqdirda 2 metrga 2 metr qilib joy tayyorlab, biroz go'ng tashlab, mana shunday Kaliforniya cho'lchanlaridan solib qo'ysalaring, mineral o'g'it ishlatmaslikka ham to'g'ri keladi. Faqat sof organik usulda mevalarimizni yetishtirib beryapti. Xudo xolasa oddiygina tomorqa bekor yotgan tomorqamizda mana shunday ishlarni olib boramiz. Qo'llab-quvvatlab duo qilib turasizlar. Barchaga rahmat. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringni qoldirasizlar. Bir narsani aytishni yoddan ko'taribdi. Hozirda mana bunday 4,5 metr, 5 metr tayyorlanayotgan ko'chatlarim soni chegaralangan. 11 dona, 12 dona chiqadi xolos 2026-yilga. Kimgadir zaruriyat bo'lsa, sortagimga tarab, bir yildan keyin mevasini ko'rmoqchiman degan insonlar bo'lsa, telefon nomerlarimni aytib o'tdim. Telefon qilinglar, o'zaro kelishilgan holda narxlarni kelishsak, xudo xolasa ism familiyalarini yozib, mana shu uzum novdalariga skochni yopishtirib qo'yaman. Qaysi ko'chatni kimga berganligimni va daftarga albatta birinchi bo'lib ro'yxatga kiritaman. El xalqqa foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Bu videomiz insonlarga yetib borish uchun, ko'proq qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, kommentariyada ijobiy fikrlaringni bildiraman. Iltimos qilib qolaman. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar.